Assalomu alaykum aka-ukalar, opa-singillar. Xudo xolasa mana O'zbekistonning chegarasidamiz. Mana uchirtimiz ham kelib qolyapti. Xudo xolasa kecha ertalab kelganmiz tamojniga. Kecha ertalab deyman, kecha kech payt kelganmiz. Ertalab sahar O'zbekistonning mana shu yeriga kirdim. Mana shu mashinani o'rnida edi. Mashina mana shu kelgan o'rnida. Hozir mana bu yerga jildik mana. Yuklar o'tkazish jinday muammo bo'lyapti. O'sha bojxona to'lovlari, rastamoshkalarimiz jinday oshib qolgan, ashni hisobiga. Jinday qiyinchilik bo'lib, bir sutka noyabr shu yerda vaqt yo'qotyapmiz. Xudo xolasa ertamangacha o'tib ketib qolsak kerak inshaalloh. Toshkent yukini ertaga obedlarga beriladi. Ertalab Vodiyda yuki, Namangan, Farg'ona, Andijonning yuklari Indingdan tarqalishni boshlaydi, xudo xolasa. Indingdan yo uni ertasidan tarqalishni boshlaydi. Chunki men ertaga chiqadigan bo'lsam, bu yerdan Toshkentnikini berib qo'yib uyga boraman. O'zbekistonga uyga borib, bir kun, yarim kun dam olib, o'zimga kelib, keyin xudo xolasa yuklar tarqalishni boshlaydi. Ungacha yuklaringlardan hijolat bo'lmaylar. Xudo xolasa mana yuklar chiroyli o'ralgan, yaxshi holatda kelyapti. Mana ozgina yuklar salonda kelyapti. Mana bu yerda xudo xolasa hijolat bo'lmaylar yuklaringlardan.